qaysi vrachki, akademikmi, professormi, qaysi klinikaki, dunyoni Hindistonda joylashganmi, Amerikada joylashganmi, Yevropada joylashganmi, aytsaki bir hafta 10 kun davomida men sizni vejadan, mana bizning misolimizda yoki depressiyadan, tushkunlikdan davolab beraman desa, har qanday holatda bahs boylashimiz mumkin. Hech qaysini qilolmaydi. Hech qaysini qilolmaydi. Ma'lum vaqt o'tkir surunkali davrini olib turadi. Olib turadi-yu, keyin sizga vaqt o'tishi bilan bu narsa takrorlanadi. Qachonki sport bo'lmasa, bizani hozir aytib turganimizda davolanmaymiz deganimizda, biza o'tkir holatini o'tib bergandan keyin ham yillar davomida mana kanallarimiz orqali shunga erishyapmizki, kasallarni tashlab qo'ymayapmiz. Kasallar biz bilan birga yashaydi. Biz kasallar bilan birga yashaymiz. Alloh umr bersa 10 yillar, 20 yillar davomida mana shu narsani davom qildirmoqchimiz. Shu narsani tashlab qo'ymasdan kasallarni o'zimiz bilan birga olib yuramiz, o'zimiz bilan birga yashaymiz. Mana Odilbek bo'lsin, Oybekjon bo'lsin, Rahmatjon, men bo'laylik, oldin o'zimiz sport qilib ko'rsatib, shu narsa bilan yashab, sizlar bilan davom qildirib kelyapmiz. Niyatimiz bundan keyin ham duo qilib tursanglar, shu narsani davomiy qilish. Bu narsani hozir kichkina bitta klinika bilan boshlagan bo'lsak, YouTube kanallari orqali, Telegram, hamma qaysi platforma bilan bo'lsa ham buni targ'ib qilish. Chunki bu haqiqatdan meditsinada davosi sport degan, har qanday kasallikka davosi sport degan narsani hech kim inkor qilmaydi. Faqatgina buni odamlar tibbiyot reklama qilmayotganligini sababi katta ko'pchilik bilib turib aytadi, vrach nimalarimizni, bemorlarimizni o'zi yolqov, o'zimiz yolqovmiz. Aytganimiz bilan qilmaymiz, bajarmaymiz, tashlab qo'yamiz. Keyin ham qolaversa dorilarga o'ch bo'lib qolganmiz, narkoman bo'lib, dori bilan yaxshi bo'lishga o'rganganmiz. Men kelgan bemorga keling, men sizni sport bilan yaxshi qilaman desam, bemor meni hech narsani bilmaydigan doktorga chiqaradi. Qaysiki doktor borib turib qimmat firmalarni 20 ta dorisini yozib bersa, o'sha doktor yaxshi doktor bo'lib, bizga уже xalqimiz ongiga singib bo'lgan. Bu ongni yo'qotish uchun balkim 5 yil, balkim 10 yil, balkim 20 yil vaqt ketar. Lekin shu narsa amalga oshadi. Aptekalarning o'rnini sport zallari va trenajyor zallari egallaydi. Boshqa dunyo rivojlangan davlatlariga o'xshab, xudo xolasa ungacha biz boshlovchi bo'lib turamiz. Keyin bu lecheniyalar, bu klinikalar davomiy ko'payadi deb o'ylayman. Xalqimiz ham tibbiy ongi o'sgan sari mana hozirdagi kelib davolanayotganlar sekin-sekin safi oshyapti. Borib uyga borib buni davom qildiryapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, sport bilan shug'ullaninglar va sog'lom bo'linglar. Kanallarimizga obuna bo'ling. Bizani tinglab boringlar. Siz bilan doktor psixoterapevt Xurshid Qavandarov bo'ldi. E'tiborlar uchun katta rahmat.